Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Inomjon. Короче, bitta bratchikamiz yozgan ekan. Ovoz tashuvdim ulanishdi. Ovozi chiqmay qolibdi. O'shunga qaytib o'rgatmoqchiman, lekin telefonim короче mana точка dasturga ulangan. Точка dasturga Wi-Fi ga ulangan. Bitta odam kirsa, ikkinchi odam ham ulanaveradi. Agar mana ikkalalaring ham mana do'stingiz kirsa, sizda ham chiqadi yoki siz kirsangiz, do'stingiz ham chiqadi Wi-Fi ga ulansangiz. Agar точка dasturga ulansangiz, o'rtoq точка dasturni yoqsa, siz birinchi kirasiz. Mana mir boshlaysiz. O'rtog'ingiz точка dasturga yoqqan o'rtog'ingiz kutib turadi, keyin mayda chiqadi, o'shaning ustiga bosadi, keyin kirib ketadi. Kirasizlar, keyin maza qilib o'ynayverasizlar. Aytgancha keyin kanalim nomini o'zgartirdim. Buni ham aytib qo'yishim kerak. Kanalim nom Minecraft deb yozasizlar. Keyin mana pastki chiziqcha Inomjon deb yozasizlar. Mana ustiga bosasizlar. Mana mening kanalim chiqib turadi. Do'stlar, bunga necha endi, bunga necha? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Короче, shunaqa. Uka, endi like bosib qo'yasana bunga tushuntirganim uchun. Agar mana shunaqa men ishlatayotgan Minecraft 1.21.10 versiyani ishlatmoqchi bo'lsang, bemalol menga yozaver shu videoga. Men senga albatta ko'rsataman. Agar yana bilmaganlar shu videoga kommentariyasiga yozib qolaversin. Keyin like bosib qo'ysana. Radnoyim bo'lib qolding endi videoni ko'rsatganimdan keyin. Xo'pti. Video shulardan iborat edi. Короче, eslab qolinglar. Minecraft pastki chiziqcha Inomjon deb yozsalaring mening kanalim chiqib keladi mana. Boshida mening kanalim chiqib keladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xo'pmi? Unda video shulardan iborat edi. Xayr.